28 million 400 ming sarmoya 7 kunlik mehnat natijasini mana shunday ko'rinishdagi tunukaxon ishlarimizni bitkazib berdik. Assalomu alaykum qadrdon vatandoshlar. Bu obyektimizni Farg'ona viloyati Toshloq tumani Zarkin mahallasida o'z nihoyasiga yetkazib, siz azizlar uchun video obzorini qo'yib bormoqdamiz. Hali ham bizning kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Sababi mana shunday ko'rinishdagi dizayndagi tunukaxon ishlarimizni albatta Zarkin tunukaxon kanalida ko'rib borasizlar do'stlar. Xo'p, do'stlar, hozirgi kunda 1 kvadrat tunukaxonimizni barcha rasxodlar ichida 130 ming so'mdan qilib bermoqdamiz. Kimga mana shunday sifatli tunukaxon xizmati kerak bo'lsa, bemalol ekranda nomer qoldiryapmiz. Murojaat qilaverasizlar. Tunukaxon qildirmoqchi bo'lgan tanishlaringga shu videoni jo'natib qo'yinglar. Xo'p do'stlar, razmerlarni aytib o'taman. Eni 380 ga, uzuni 14,5 metr bo'lgan darvozaxonasini hozirgi kundagi trendda bo'layotgan alkafon fasonda birga bir qilib chiqarib berdik do'stlar. O'zlaring ko'rib sifatiga, dizayniga bitta baho berib o'tasizlar. Xo'p, shapkamiz eni harintagidan tanotagacha 1.30 ponni aylanasi 40 metr bo'lgan shapkasini ham mana shunday ko'rinishdagi dizaynda qilib bitkazib berdik. Bu obyektimiz oqqa mokri qilib ko'rib turganlaringdek 70-80% oq ishlatganmiz, 20-30% ni mokri ishlatganmiz. O'zlaring ko'rib bitta baho berasizlar. Sizlarga yoqdimi, yoqmadimi, albatta fikrlaringni kommentariyada yozib qolish esdan chiqmasin do'stlar. Hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosish esdan chiqmasin. Sizlar qancha ko'p like bosib bizni qo'llab-quvvatlab tursangiz, bizning qilayotgan ishlarimiz rekomendatsiyaga chiqib, sizlardan boshqa hamyurtlarimiz ko'rib boradi do'stlar. Xo'p, ko'rib turganlaringdek burchalarni ham chiroyli qilib, idealni qilib bitkazib berganmiz. Xo'p, kimda qanaqangi tunukaxonga oid savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldiraverasizlar. Xudo xolasa hamma savollaringni bir qator ko'rib javob berib o'tamiz. Xo'p, ko'rib turganlaringdek mana ponni aylana shapkalari, darvozaxonalarni chiroyli qilib bitkazib berganmiz. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bundan-da bir go'zal ishlarimiz hali oldinda. Ko'rib borasizlar birinchilardan bo'lib. Sizlarga yoqdimi, yoqmadimi, albatta fikrlarini yozib qolish esdan chiqmasin.